Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz va bizni YouTube platformamizda kuzatuvchilar. Mana salonimizga ham ochilishiga oz qolyapti. Mashinalarimizni tayyorlarini qo'yapmiz. Xullas, qo'limizda yangilik bor. Xullas, shuni issig'ida e'tiboringizga havola qilib qo'yishni ma'qul topdik. Mashinamiz Kia Carnival minivan 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Mana ko'pchilik meni o'zimdan ham ko'pchilik so'rar edi, Kia Carnival bo'lib ham benzinli motori. Mana mashinamiz 2019-yil Kia Carnival 3.5 li motor. Mashinamiz holati o'ta ham a'lo darajada. Salon holatlar. Hozir buni qo'limizga endi keldi, mana monitor, avtomat korobka, 220 ming probeg. Xullas 8 o'rinli mana DTC sidinalari ham. Xullas Kia Carnivalimiz sotuvda. Mashinamiz 3.5 li atmosferli motor bilan jihozlangan. Mana balonlari ham zimni yaxshi balonlar qadalgan. 18 li. Ko'rsanglar bo'ladi. Salon holatlari yana bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Uni ancha-muncha kamlari bo'lsa yana qilib qo'yamiz. Xudo xolasa minishga tayyor qilib. Mashinamizni sotuvga qo'ydik. Bu mashinamizni xo'p. Ikkitami 3ta detalida ozgina kraskasi bor, lekin unaqa DTP bo'lib unaqa qattiq shikast yemagan, unaqa shpakilovka bo'lib holati ancha yaxshi. Bu mashinamizni $16.800 deb baholadik. Buni bemalol boshqa kanallardan, OLXlardan narx-navolarni o'rganib qo'ysanglar bo'ladi. 2019-yil Kia Carnival. Bu mashinamizni Devo mashinalarga barter qilamiz. Xo'p. 7-8 ming puli borlarga bankam qilib bersak bo'laveradi. Xullas mashinamiz sotuvda. Mana orqa o'rindiqlari, mana qozon. Ko'ringlar. Kia Sedona. Mashinamizni xo'p, yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Qolgan tushunmagan gaplarni telefonda, Telegram orqali yana gaplashamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yana yangiliklarimiz bor. Mana kimga Dashin qiziq bo'lsa, Dashinimiz bor. 30 mingdan oshiqroq yurgan Kia Carnivallarimiz. Xullas Trailblazer, Cherry, J-Tower. Xullas BYD buyog'i. 10 dan ortiq Captiva'miz bor. Captiva 1 dan Captiva 4 gacha. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yangiliklar hali oldinda. Hammaga omad. Bizni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.